Yana keldi qarang. Shunaqa ham kelishgan odam bo'ladimi-ya? Qo'ysang-chi, o'tkazib bir aytdim o'zingga. Bunaqa odamlar senga qaramaydi. Nimaga? Xabaringiz bo'lsa, mana shu siz turgan joy mana shu odamniki bo'ladi. Nima qilibdi? Meni boshqa qizlardan kam joyim bormi? Ha? Nima? Bo'ying kalta. Hazillashdim. Qarab turing, men shu odamni urayman. Qaysi zamonda qiz bola o'g'il bolani uradi? 21-asrda qizlar bolalarni uryapti. Undan ko'ra sen atrofingdagilarga qara. Oshpaz Abdurahmon akaga qaragan. Qorni katta bo'lsa ham ko'ngli nozik. Men shu yigitni urayman. Qanaqa bo'raysan? Siz yordam berasiz? Men? Ha? Nima har doim yordam so'rab yurmanmi sizdan? Qanaqa yordam beraman? Aytaman, klient keldi. Ha, nima deysan? Endi siz menga maslahat berasiz. Maslahat? Qanaqa maslahat? Hozirgi bolalarga qanaqa qizlar yoqadi? Ha. Hozirgi bolalarga negr qizlar yoqadi. Qop-qora bo'lsa. Hazlashmang. Hazlashdim. Qara, hozirgi bolalargacha qo'pol qizlar yoqadi-da. Takoy ovqat yeganda qilib chapillatib yesa, ani kulganda ham ha qilib og'zidan tupuklari sachrab ketsa, mana shunaqa qizlar yoqadi. Men sizdan seriyozini so'rayapman. Men ham seriyozini aytyapman. Sen bilasanmi, menmi? Men jayinda sal bo'rttirib aytdim. Hozirgi bolalarga sal qo'polroq bo'lsa, shunaqa qizlar yoqadi, qo'polroq qizlar yoqadi. Rahmat. Qalaysiz? Meni ismim Zarnigor. Shu yerda ishchiman. Siz ishchingizman, to'g'risi. Hech ko'zingiz tushganmi meni ish qilayotganimda? Ko'zingiz tushmagan bo'lishi ham mumkin emas. O'zi ko'zga ko'rimli qiz bo'lsam. Nima gapirmayapsiz? Gapiring, voy jim o'tirmang. Men o'zi shunaqa hamma bilan kelishib ketadigan ochiq ko'ngil qizman-da. Menga qarang, yaxshi qiz. Ismingiz nima dedingiz? Zarnigor. Zarnigor. Men bu yerda kimman? Boshlig'imisiz-ku? Men nima qilyapman? Ishlayapsiz? Siz bu yerda kimsiz? Men ishchingizman. Siz nima qilyapsiz? Basharingiz qursin sizni. Ha, nima qildim men senga? Nima menga g'alati maslahatlar bergansiz? Hech narsa qilmaydi. Ishdan haydab yuboradi endi meni. Haydamaydi, xavotir olma. Boshqa tuzukroq narsa aytish kerak edi. Bir narsa o'ylab topamiz. Zo'r narsa keldi.